Patolochniy karnizni ko'pchilik faqat patolog ko'radi deb o'ylaydi, lekin patolochniy karnizni biz devorga ham ursak bo'ladi. Hozirgi vaqtda remontlarimiz gipsokarton bo'lganligi uchun devor yaxshiroq ishlaydi. Shuning uchun buni devorga urish uchun birinchi o'rinda kronshtaynlarni urib olamiz. Kronshtaynning oralig'i 40 cm dan bo'lishi kerak va bunga hozir biz baget yopishtirish yo'lini ko'rsatamiz. Ko'pchilik so'rashi mumkin, nima uchun aynan 40 cm? 40 cm bu pardamiz og'irlik qilib osilmasligi uchun. Bu plasmas ozgina osilishi ehtimoli bor. Shuning uchun og'ir pardalar bo'lgan vaqtda oralikni 40 cm dan olamiz. Va sizlarga yana bir ma'lumot, kronshtaynni ishlatgan vaqtingizda kronshtaynni oqini ishlatdingizlar. Buni alyuminiysi ham bo'ladi. Alyuminiysi ozgina qayriluvchan bo'ladi, oqi baquvvatroq bo'ladi. Qayrilishi ehtimoli kamroq. Va ilish jarayonida, karnizda devorga urish jarayonida alyuminiysining rangi chiqadi va hozirgi yangi remontga agar urayotgan bo'lsangiz, o'sha remontdagi ozgina tegib ketsa ham chiziq qoldirib ketmaydigan chiziq qoldiradi alyuminiy kronshtaynlar. Bunga endi baget yopishtiramiz. Bagetni yopishtirishda hozir ustomizga iltimos qilib u ko'rsatib beradi. Mana hozir kronshtaynlar qo'yib oldik. Buni hozir devorga qotirib olamiz. Biz devor qilib sizga to'liq ko'rinishini berish uchun biz pastroqdan uramiz. Chunki hozir karniz ustidan qanday turishi bagetni sizga ko'rsatish uchun. Bu taxta bo'lganligi uchun biz hozir qora birlik samarezdan foydalandik. Aslida esa devorlarga biz 4lik samarezni probkasidan va bunga 5lik samarezni oqidan foydalanamiz. Chunki buni o'zi ushlamaydi. Oqni urganimizda bu qalinligi va uzunligi hisobiga sizga mana bu devorga ochilib baquvvat ushlaydi. Buni ko'pchilik bilmaydi va o'sha probkani o'zini samarezdan foydalanadi. Bu hozir bizga musor bo'lib turadi. Biz faqat oq samarezlardan foydalanamiz. Sizga oq samarez 5likdan foydalanishni tavsiya qilaman. Bu karniz o'rnatish bo'yicha bergan ma'lumotim har biringiz uchun foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kuzatishda davom eting. Bundan da qiziq ma'lumotlarni berishda davom etaman.